Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana Komiljon Uz. Bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qodirobod qishlog'idan video obzorni boshlaymiz. Bugun hafta kuniga dushanba 17-noyabr 2025-yil. Biz bugun 15 oylik simental buqachamizni sotuvga qo'yyapmiz. Ishqibozlar bo'lsa ko'rib ma'qul kelsa olaverasizlar. 15 oylik bo'ldi. Mana holatlari. Bo'yi 1.35 plus minus taxminisi. Hadi metr solavermayman, lekin taxmin bo'yicha sekin aytamiz. Ma'qul kelsa aziz obunachilar ko'ringlar mana orqa holatlari. Orqa foni deydimi? Mana beshchani ham sindirdi. O'zlariga salqin bo'lib qolar degan maqsadda qilingan edi. Bu hali yoshlik qilib qoldi beshchamiz. Bo'yi 1.35 plus minus aytib o'tdik. Kilogrammi taxminan 450 nari verida. Tanijoni sog'lom, mana oyoqlari butma-butun. Ishtahalari beton. Silus bormi? Makka poya bormi? Juvari poya bormi? Sekin uraveradi. Bir yog'ida. Naqli shoq chiqib ketsa behilarga ham shikast yetkazdiradi. Ana sindirib bo'ldi. Mayli. Cho. Hot. O'ynash. Ana. Ana shunaqa o'ynamam beraveradi. Cho joniga. O'ta yuvosh. Qashlamasalaring qashladi uradi mana bunday qilib. Balki. Mana holatlar. Mana buni ham sindiradi xudo xolasa. Tashqariga chiqmagan bayloqda yotgan. Novvoschi edi. Aziz obunachilar, ko'ringlar, mabodo yo'qsa bittadan like deb bosasizlar. Ishqibozlar bo'lsa olaverasizlar. Komiljon Uzni kanaliga obuna bo'lmay kuzatib borayotganlar bo'lsa bittadan like ni gumbillatib obuna bo'ling. Tugmachasini yoki qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Har bitta chiqarib borayotgan videolarimiz sizlarga birinchilardan bo'lib yetib boradi. Buni oqdim shu oq kiprik deb maqtamaymiz. Endi bori shu. Lekin zoti toza qonli Avstriya simental buqasi. Ana buta berar ekan bu daraxtlarimizni. Cho. Bitta butaydi ona qil. Mana shoq chigandan keyin shuda endi novvos nima qiladi? Ana tagi bilan ham qo'porib tashachi bir. Qani bizni kuzatib borayotgan Samarqandlik, Chelaklik, Navoiydan, Xorazmdan, Gurlandan, Xonqadan, Qoraqalpog'istondagi obunachilarimiz. Yoqqan bo'lsa mana olinglar. Tanijoni sog'lom mana. Aziz obunachilar bo'lmasa ko'p kuttirmasdan narxini aytib qo'ya qolamiz. Hamma hozir narxiga ishqivoz. Uyda boyayotgan aka-ukalarimiz bor, opa-singillar bor. Meni ham uyimda yosh. Cho, baqa kirish man etiladi, cho. Yosh. Baqa kirish man etiladi. O'shanga meniki nech pullik bo'ldiki novvosim, nech pulga sotar ekanman, yo olsam qanchaga olar ekanman degan gap so'zlar uchun narxini kuttirmay aytamiz bo'lmasa. Ketdik mana. 37 milliondan xayri bor. 37 millionga O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bilan.
Mana shu novvosimizni mana. Xoh vodiy bo'lsin, xoh Xorazm bo'lsin, 37 millionga dastavkasi bilan boradi, xudo xolasa, mana shu novvosimiz. Agar narxi chiroyli bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar aziz obunachilar. Mana shu novvoschamizni mana 37 millionga dastavkasi bilan. Endi buni so'raydigan joyi qolmadi o'zi aslida aziz obunachilar. Jo. Endi juda o'ta past darajada so'ravermanglar mana. Uzoq joylarga olma ko'ringlar, holati mana shuncha odamlar olyapti. Rahmat shunchalik, ayniqsa Samarqand, hop Qashqadaryo, Jizzax, Sirdaryoda kuzatib turgan va bizdan o'sha bo'zaylar, novvoslar, sigirlar olib borayotgan aka-ukalarimiz mart shu videoda ko'rganicha bizga ishonib pullarigacha tashab berishyapti va sifatli darajada yetkazib berishni harakatini qilyapmiz. Shuning uchun oladiganlar maslahat qilib ko'ramiz, olamiz deb bir kun vaqt ketadi, ertasiga telefon qilishadi sotilib ketgandan keyin. Shuning uchun ishqiboz bo'ldingizmi? O'ylanmang. Gazini bosinglar. Zot uchun ham bo'ladi. Buni shoqi masalan fermalarga qo'yaman desa, hozir asbob uskunalar rivojlanib ketgan. Buni shoqini chiroyli qilib kesib berishadi, xudo xolasa. Mutaxassis aka-ukalarimiz bor. Shoqi mishat qilsa, lekin uyda boqaman deganlarga shoqi bo'lsa, mana aqli shoqiga baylab boqish qulay deb o'ylayman men. Ha jonivor. Qani ketdik bo'lmasa, shoshilamiz. Bunaqasi ha deb chiqavermaydi. Mana 37 millionga dastavkasi bilan O'zbekiston bo'ylab mana. Tashqariga chiqmaganiga kecha o'ynaqlagisi kelyapti mana. Ishlari ham joyida, faqat o'yinda bo'lyapti, shoqiqchib yotganligi uchun. Aziz obunachilar, telefon nomerida aytib o'tib ketamiz. 99lik 142 0408. Buqachamiz yoqqan bo'lsa, telefon qilib savdolashaverasizlar. Ammo 37 millionga dastavkasi bilan juda chiroyli narx bo'lsa kerak. Aziz obunachilar, faqat shoshilamiz, bunaqasi kam chiqadi. Narx-navosi ham yaxshi. Bir obunachilarimiz maza qilsin dedim. Ko'rishguncha sog' bo'linglar.